Aka siz menga ishonmadingiz. Kurs berolmayman. Ana 2 kishi chiqib oldim. Olasangiz ana mobil o'rib ukangizni ham chaqiring. Gap yo'q lekin 95 kiloman men. 80 kiloman. Zabardast, baquvvat. Uruvinni nima uchun oldingiz? Bu sizlarning ishinglarni tekshirish uchun videoni oxiriga ko'rsataman faqat. Qiziq bo'pti lekin qarayveringchi. Sherzod aka bitta narsaga qoyil qolaman. Stik-stiklarga olib kelib qo'yasizlar deysiz. Mana eshigiga ham 5 ta yoki yopilishiga. Xolodilnik eshigiga o'xshab yopiladi. Gap yo'q. Mana olib keling yaqinroqdan. 15 ming metrga. Oka geometriyani ham qo'ynatgan ekansiz, bor-ku. Uy egalari aytishuvdi, masalan, kassov bo'lsa ham qilib bera olasizlarmi deb, cho'tki dumaloq bo'lsa ham qilib beramiz deb. Serios. Sizlarga dumaloq bitta sidushkamiz bor. Shuni qilib berasiz. Bemalol behijolat. Kuzatib turinglar, lekin mana bomba bo'ladi. Sizlar ham tekshiramiz endi. Boshida aytgandim-ku, ko'p joyda mashina tekis qilib ketadi-da. Qani sizlar tekis qilasizlarmi, uklon qilasizlarmi? Mana standart bo'yicha qilamiz. Standart bo'yicha uklon bo'libdi. Nimaga uklon qilinadi? Oynaga teggan suv ichkariga oqib ketish uchun. Sidushkani tekshiring, qanday klon bormi yo'q? Sidushkani ham ko'ramiz. Sidushkada ham mana uklon bor. Klonga bitta like bosib qo'yasizlar. Uklonga bitta like bosib qo'yasizlar. Kimga shunaqa sifatli, professional darajada dushovo kabinada qiziq bo'ladigan bo'lsa, Instagramda Sherzodga murojaat qilasiz. Kimga sifatli kafil xizmatlari kerak bo'lsa, shaxlarga murojaat qilasiz. Detalniy darajada. Video saqlab qilib qo'ying, ma'lumotni lekin doddalari bo'ladi. Qachondir ishlatasiz.